Yapon tayoqchasimon qalqondori Lobholeuthasps japonicachkil teng qanotlilar Homoptera turkumi qalqondorlar Diaspididae oilasiga mansub bu tur vatani Osiyo davlatlari hisoblanadi. Osiyoning Afg'oniston, Bangladesh, Birma, Hindiston, Xitoy, Qdir, Pokiston, Vyetnam, Turkiya, Yaponiya, Shimoliy Amerikaning AQSh, Janubiy Amerikaning Braziliya davlatida tarqalgan. Yapon tayoqchasimon qalqondori sitrus ekinlari, xurmo, olma, nok, olcha, olxori, anjir, atirgul, zarang va boshqa o'simliklarga zarar keltiradi. Urg'ochisi va lichinkasi o'simlik shirasini so'radi. Kuchli tarqalgan daraxtlar quriydi. Jami 22 ta oilaga kiruvchi 38 ta turni zararlaydi. Yangi joylarga tushgan qalqondor poya, novda va yosh shoxlar atrofini to'liq qoplab, zich koloniyalar hosil qilgan holda qisqa vaqt ichida juda tez ko'payadi, meva va barglarni zararlaydi. Bu daraxtlarni nafaqat hosilini kuchli zararlaydi, shu bilan birga 3-4 yildan keyin qurishiga olib keladi. Ayniqsa sitrus ekinlari bunga misol bo'ladi. Uzoq Sharqda tarqalgan ushbu zararkunanda harorat 20-25 gradusda erkin qishlab chiqadi. Stavropol va Krasnodar o'lkasi, Moldova, Ozarbayjon, Ukraina hamda O'rta Osiyo davlatlarining mevali bog'lar hududlariga tasodifan kelib qolganda ham to'g'ridan-to'g'ri iqlimlasha olishi mumkin. Tayoqchasimon qalqondorning vatani Yaponiya yoki Xitoy bo'lishi ehtimoli bor. Bir qator Osiyo davlatlari AQSh va Braziliyada tarqalgan. Hamdo'stlik davlatlaridan Gruziya, Rossiyaning Krasnodar va Primorye o'lkalarining yovvoyi florasida tarqalgan ko'chatlar orqali o'tishi mumkin. Bundan tashqari, chetdan keltirilayotgan meva va sitrus o'simligi shoxlari hamda boshqa o'simliklar asosiy sabab bo'ladi. O'tgan asrning 30-yillarida Batumi shahridagi botanika bog'ida Yaponiyadan keltirilgan o'simlikda aniqlangan, keyinchalik Abxaziya, Krasnodar o'lkasi, Sochi, Qrimda, Sevastopol ko'chatlarda o'choqlari aniqlana boshlandi. Urg'ochisi Puparya deb nomlanuvchi deb yuritiladi. Bunda lichinka terisi bo'lib qoladi va lichinka terisini namoyon qiladi. Shuning uchun ham urg'ochisining qalqoni tarkibida boshqa qalqondorlar kabi ikkita emas, faqat bitta lichinka terisi bo'ladi. Puparya rangi toqchigarrang, tiniq. Urg'ochisini tanasi va puparyasi toqkulrang qalqon bilan qoplangan. Urg'ochisining uzunligi 1 mm ga yaqin, qalqon shakli vergulsimon, uzunligi 1,5-2 mm, eni 0,5 mm, tiniq kulrang, uzunchoq, deyarli yon tomoni parallel, oxirgi qismi biroz kengaygan. Bosh va ko'krak oldi va orqasidan iborat segmentlashmagan oldingi bo'gimga ajralgani aniq bilinib turadi. Orti ko'krak va oldingi ko'krak hamda qorindan iborat. Mo'ylovi reduksiyalangan, ajralmagan bo'rtma ko'rinishida bo'lib, ko'z hamda oyoqlari yo'q. Har ikkala jinslarni qalqon shakli va rangi bir xil, lekin erkagini qalqon uzunligi bir oz qisqa. Pigidining oxirgi cheti buralgan, yumaloq. Uning ikki juft bo'laklari yaxshi rivojlangan. Odatda ularning o'tkir ichki va tashqi tomoni oyoqdan iborat. Birinchi juft bo'lak medial pigidiyaning orqa qismida joylashgan, o'lchami bo'yicha katta. Ikkinchi juft bo'lak esa birinchisiga o'xshash, lekin o'lchami bo'yicha kichik. Bo'laklar orasida taroqchalar bo'ladi. Shuningdek, medial bo'lak orasida ikkita taroq joylashgan. Shundan birinchi va ikkinchisi orasida ikkitasi ikki juft bo'lakda joylashgan bo'lib, yana ham ko'proq qisqa, qilsimon, taroqchali konussimon shaklida davom etadi va ogiz apparati uchigacha etib boradi. Tuxumi uzunchoq, yassi, tiniq siyoh rangda. Lichinkaning birinchi yoshdagilari yassi, tekis, tiniq, siyoh rang, sochsimon kabi ingichka, uzun xartumi yordamida oziqlanadi. Ko'zi oddiy, oyoqlari yaxshi rivojlangan. Qornining oxirgi bo'gimi ikkita uzun tukdan iborat. U kulrang tiniq, choziq, bitta lichinka terisidan iborat, qisqa boshli konussimon qalqonli. Etuk urg'ochi zot ikkinchi yoshdagi lichinkadan vaginal yoriq va sirkumental yoqligi bilan farq qiladi. Pigidiyali bo'lakchasi qisqa va keng. Biologik xossalari. Yapon tayoqchasimon qalqondori qalqon ostida, daraxt poslogida va bo'glarda ikkinchi yoshdagi lichinka bosqichida qishlab chiqadi. Bahor faslining oxirida lichinka etuk urg'ochisi zotga aylanadi, keyinroq tuxum qo'yishga kirishadi. Har biri qalqon ostiga o'rtacha 35-60 taga yetkazib tuxum qo'yadi. Tuxumdan chiqishi bilan va qalqon ostidan tashqariga yura boshlaydi.
Daydi lichinka undan bir necha o'n santimetr uzoq masofaga tarqaladi va xartumi bilan osimlikka yopishib oladi. Qalqondor barglar bo'ylab tarqaladi va barg yuqori plastinkasining asosiy tomir yoni va barg cheti bo'ylab joylashadi. Ikkinchi yoshdagi lichinkaning qalqoni urg'ochilarning qalqoniga o'xshaydi. Tanasi uzunchoq, yassisimon va ikkinchi yoshdagi erkak lichinkasi urg'ochisidan tanasi choziq va yassi bo'lishi hisobiga farq qiladi. Bosh qismida pigment dogli kozlari bor. Etuk zoti tanasi bosh, ko'krak, qorindan iborat. Moylovi on bo'gimli qilchadan iborat. Ogiz organlari yo'q. Shuningdek, daraxt shoxi, postloqlari, poya va meva tanasida uchrashi mumkin. Primori o'lkasida yapon tayoqchasimon qalqondori bitta avlod beradi. Karantin ishlarini olib borish va qarshi kurash. Zararkunanda ko'plab tarqalgan mamlakatlardan urug' va ekish uchun mo'ljallangan ko'chatlarni O'zbekistonga keltirish man etiladi. Seleksiya va ilmiy tadqiqot ishlari introduksion karantin ko'chatzorlarda qayta tekshiriladi. Zararkunanda borligi aniqlangandan so'ng ular yigib olinadi va kuydiriladi. Chetdan ekish uchun keltirilayotgan materiallar karantin inspeksiyasi tomonidan ruxsati bo'lishi kerak. Xo'jaliklarda tarqalgan ko'chatlarni keltirishdan oldin faqat ruxsat etilgan fumigatorlar bilan zararsizlantiriladi. Xo'jaliklar uchun ahamiyatli bo'lmagan o'simliklar zararlanganda ular qirqib tashlanadi va yoqib yuboriladi. Mevalar to'liq terib olingandan so'ng qalqondor ikkinchi yoshga o'tgan bo'ladi va daraxtlar fumigatsiya qilinadi. Sutellista cho'na yapon tayoqchasimon qalqondoriga qarshi qo'llanilmoqda.